Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Markaziy Osiyoda adolat izlab, falajga qarshi global kurash, Amerikada turar joy va ijara masalasi, dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara, Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Bugun Markaziy Osiyoda adolat izlab yurganlar millionlarni tashkil etadi. Qay respublikaga qaramay, xalq adliya va huquq tartibot tizimidan dod deydi. Korrupsiya chuqur ildiz otgan tuzumlarda aynan bu sohalar eng chuqur balchiqqa botgan. Porasiz biror ishni bitirish qiyin. Mintaqada azaldan mahalliy adolat tizimi mavjud. Qozilardan tortib mahalla oqsoqollari, oilaviy va xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanadigan qo'mitalargacha. Shuningdek, turmush bilan bog'liq muammolarni yechishda keksa yoshli qarindoshlar maslahatiga suyanishadi. Tasavvur qiling, eridan kaltak yegan ayol kimga madad izlab boradi? Yaqinlaridan bu turmush, bolalaringni o'yla, eringning aqli kirib qolar degan gap eshitadi. Qaynona, qaynota uning dardini eshitmaydi. Eshitsa ham er bo'lganidan keyin uradi-da deya eslatib qo'yiladi. Uydagi gap ko'chaga chiqmasligi kerak. Ona jismonan, ruhan ezilib yashayveradi. Bolalar ham shunga yarasha azobda. Oilaviy zo'ravonlik 21-asrga kelib ham Tojikistondek jamiyatlarda jinoyat emas. Qonun bunday jabrni tan olmaydi. Nodavlat tashkilotlar taxminicha, har yili bu jamiyatda yuzlab ayollar o'ziga o't qo'yadi. Zulmdan, hayotdan to'ygan insonlar eng yaqin kishilardan ham umidni uzgan. Azita Ranjbar, amerikalik yosh olima, Tojikiston va Qirg'izistonda uzoq vaqt bo'lib, mahalliy adolat tizimlari va jamoatchilik fikrini o'rgandi. The interesting aspect of informal justice is it's very contradictory. Davlat fuqaroning eng oddiy talabi adolatni ta'minlay olmagani bois ham bu jamiyatlarda diniy yetakchilar, mahalla raislari va faollar muhim rol o'ynaydi deydi u. Ajralish, er yo xotinning mas'uliyatsizligi, mulk talashish singari hollarni hal etishda odamlar avvalo shu kishilarga murojaat qiladi. Albatta, bu yetakchilar har doim ham zarur bilim va malakaga ega emas. Ko'p hollarda ular hukumatning quloqlari. Lekin noiloj fuqarolar uchun ulardan ma'qulroq odamlar yo'q. Qishloqqa tanish, sharoitdan boxabar, hurmatli, izzatli insonlar. Ayniqsa imom va otillarga ishonch yuqori deya kuzatadi Azita Ranjbar. Ko'p xotinlik hozir mintaqada, ayniqsa Tojikistonda keng tarqalgan holat. Qonun emas, mulla oldida nikohga kirgan ayol huquqi buzilsa kimga boradi? Eri tashlab ketsa bolalarini kim boqadi? Kimdan moliyaviy yordam oladi? U avvalo mahalliy yetakchilardan ko'mak so'raydi. Kattalar uning erini taniydi. Uni vijdonli va iymonli bo'lishga chaqiradigan, qolaversa qo'rqitib do'q qilib qo'yadigan odamlar shular. Whereas the debate is quite open in Kyrgyzstan about these issues because it's falling underneath the government system. Qirg'izistondagi vaziyatni ham yaqindan kuzatgan va bu borada ilmiy tahliliy maqolalar yozgan olima oqsoqollar va qishloq boshqaruvlari rolini yuqori baholaydi. Lekin deydi u, hozir bu respublikada odamlar qonunga ko'proq tayana boshlagan. Tanish-bilishlarni ishga solib, murosa qilish yo'lini izlaydi. Juda bo'lmasa talabini qo'rqitish orqali qondirishga urinadi. Ularga xizmat ko'rsatishga usta advokatlar ham ko'p ekan deydi Azita Ranjbar. Bu masalani nega o'zimiz emas, chet ellik ekspertlar ko'tarmoqda deb hayron bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, mahalliy sharoit haqida mushohada yurita oladigan, chuqur ildiz otgan salbiy holatlarni savolga tuta oladigan mutaxassislar va bu borada gapirishni istaganlar juda kam. Jabrlanuvchilar ham odatda o'z dardini kamera va mikrofon oldida gapirishga jur'at etmaydi. And here there's a paradox I'd like to draw your attention to. When Central Asia was incorporated into the Soviet Union,
Markaziy Osiyoda din va madaniyat masalalarini o'rgangan olim Erik Maglinchi mentalitet va ta'lim sifati muhim omillar ekanini eslatadi. Zamon o'zgarar ekan, odamlarning davlat, mahalla, oila va o'zidan ham talabi o'zgarib boradi, deydi u. Avvalo hukumatlar muammolarni ochiq tan olib, adliya tizimida konkret islohotlar qilish kerak, deydi u. Har bir respublika hozir bu yo'ldan ketayotganini da'vo qiladi. Tashqi dunyo, deydi Erik Maglinchi, ayniqsa Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi singari organlar moliyaviy yordam ajratayotganida bu soha rivojiga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Nodavlat tashkilotlar bilan ishlash kerak. Kerak bo'lsa, deydi u, mahalliy sharoitda adolat ta'minlash bilan mashg'ul yetakchilar, imom va otillar, qozi va boshqalar bilan ishlash kerak. And there is an urban-rural divide. I mean, in Kyrgyzstan specifically, in Bishkek, no one would dream of going to an Aksakal court. Azita Ranjbari esa ta'lim saviyasini bu muammolar bilan bog'lamaydi. Oliy ma'lumotli odamlar ham adolatni suddan emas, mahalliy qozilardan izlayotganini ko'rasiz, deydi u. Davlatga ishonch yo'q. Olima nazarida jamoatchilik yuqorida tilga olingan masalalarni ochiq muhokama qilishni o'rganishi lozim. Mahalliy odamlardan ham astalik bilan harakat qilish kerak degan gaplarni eshitasiz. Yetakchilarning o'zlari esa hamma adolatparvarlar ham bir qolipda emas, deydi. Vijdonli, ko'pni ko'rgan oqsoqol va onaxonlar ko'p, ammo ular ham korrupsiyadan xoli emas. O'zbekistonlik bir faol bizga aytganidek, hozir adolat bu pul. Kim boy bo'lsa, adolat rasmiymi yoki norasmiy o'sha odam tomonda. Tekinga hech kim sizga yordam bermaydi. Eslatib o'taman, internetdagi saytimizda Markaziy Osiyo aholisini qiynayotgan muammolar tahlili bilan tanishishingiz mumkin. Maqolalar, sharhlar, suhbatlar va lavhalar bor. Mintaqadagi har bir davlatning Amerika bilan qanday aloqada ekani, rishtalar ortidagi omillarni ham muntazam ravishda yoritib boramiz. Tanqidiy materiallar berganimiz, amaldagi siyosatni savolga tutganimiz uchun saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan, lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, yangilik.com. U orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'lanishingiz mumkin, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Bu programmani yuklab olish uchun O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga maxsus link yuboramiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Mo'ymir, Vkontakte, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.